Tungi soat 2. Ko'chadagi chiroqlar nuri deraza pardasiga tushib turibdi. Dilfuza esa hamon uyg'oq. U erining mashinasi kelishini emas, balki qalbini larzaga solayotgan shubhalarga nuqta qo'yilishini kutardi. Pinhona baxtning soyasi. Dilfuza va Akmalning turmushi mahalla-ko'yga o'rnak edi. 10 yil oldin Akmal uni kelin qilib tushirganida seni dunyoning eng baxtli ayoli qilaman deb va'da bergandi. O'shanda Akmal oddiy haydovchi, Dilfuza esa yosh muallima edi. Birgalikda qiyinchiliklarni yengishdi. Bitta nonni baham ko'rishdi. 2 farzandli bo'lishgach, Akmalning ishlari yurishib ketdi. Katta hovli, qimmat mashinalar keldi. Ammo o'sha samimiy suhbatlar qayerdadir yo'qoldi. Keyingi 1 yil ichida Akmal o'zgardi. Uyga kech kelishlar, telefonini yashirishlar, asabiy munosabatlar. Dilfuza barchasini sezardi. Lekin o'ziga ishonmasdi. Charchayapti, tirikchilik aybi deb o'zini ovutardi. Hammasi o'sha kungi tasodifiy uchrashuvdan boshlandi. Dilfuza shahar markazidagi bolalar bog'chasi yonidan o'tayotib, erining mashinasini ko'rib qoldi. Akmal mashinadan tushib, yoshgina, chiroyli kiyingan ayolga va uning qo'lidagi go'dakka qarab jilmaydi. U go'dakni bag'riga bosar ekan, uning ko'zlarida Dilfuzaga ancha vaqtdan beri bermayotgan o'sha shirin mehr bor edi. Dilfuzaning oyog'i ostidan yer qochdi. Tomog'iga achchiq bir narsa tiqildi. U baqirib bormadi, soch yulishmadi. Faqat devorga suyanganicha begona baxtning tomoshabiniga aylandi. O'sha ayol Akmalning ikkinchi oilasi edi. Tungi soat 2dan o'tdi. Dilfuza deraza pardasining bir chetini qayirib, ko'chaga ko'z tikkancha haykaldek qotib turardi. Qishning izg'irini u ichida his qilardi. Mashina chiroqlari devorida aks etishi bilan u o'zini qo'lga oldi. Akmal ichkariga kirar ekan, uydagi og'ir havoni sezdi. U aybiga iqror bo'lishni istamas, lekin vijdon azobi ich-etini yerdi. Hali uxlamadingmi? Akmal paltosini ilgichga ilar ekan nigohini qochirdi. Kutdim. Dilfuzaning ovozi qaltirab chiqdi. Sizni emas, o'zimdagi so'nggi umidni kutdim. Akmal xotinining bu qadar bosiqligidan qo'rqib ketdi. Nimalar deyapsan? Charchaganman, ertaga gaplashamiz. Ertaga kech bo'ladi, Akmal aka. Bugun hammasiga nuqta qo'yamiz. Men bugun bog'cha yonida edim. O'sha kichkina chaqaloqning ko'zlari xuddi sizniki ekan. Ismini nima qo'ydingiz? Xonaga qabriston sukunati cho'kdi. Akmalning yuzi bir zumda bo'zardi. Sovuq ter bosdi. U o'zini oqlashga, ayol kishi bo'lsang tushun, erkak kishi adashadi degan gaplarni aytishga shaylandi. Lekin Dilfuzaning nigohidagi nafrat aralash achinish uni to'xtatib qolardi. Men sizdan faqat sadoqat so'ragan edim, davom etdi Dilfuza ko'z yoshlarini artib. Biz och qolganimizda ham, ijarada yashaganimizda ham baxtli edik, chunki o'rtamizda sadoqat bor edi. Hozir hamma narsamiz bor. Lekin eng muhim narsa ishonch o'ldi. Dilfuza, u ham inson. U yerda ham farzandim bor. Nima qilay? Akmal ilk bor ovozini pastlatib bo'g'iq ohangda gapirdi. Siz u yerni tanladingiz. Endi bu yerda qolishingiz yoki o'sha yerga butunlay ketishingiz o'z ixtiyoringizda. Lekin biling,
Singan ko'ngilni oltin bilan ham yopishtirib bo'lmaydi. Men bolalarim uchun yashayman. Lekin sizning qalbingizda menga o'rin qolmaganidek, mening qalbimda ham sizga joy qolmadi. Dilfuza xonasiga kirib ketdi. Akmal esa zulmat qoplagan mehmonxonada yolg'iz qoldi. Atrofida hashamat, qimmatbaho jihozlar, lekin qalbida bo'm-bo'sh sahro edi. U ikkita oilani emas, o'zining haqiqiy baxtini boy berganini endi tushunib yetgandi.